o'zingizdan kichkina bola so'chib qo'ysa, mayli o'ylanganmi, ajrashganmi, endi bu taqdir. Nahot xo'p demaysiz, yosh farqi bormi sizga? O'zimdan kichkina bo'lsa nimaga xo'p demayman. O'shada. Xo'p deyman. Agar qarashimiz to'g'ri kelsa, xarakterimiz to'g'ri kelsa. Lekin endi yosh deganda juda ham emasda. Yo'q endi. Endi yosh bo'lsa ham fikrlashi katta bo'lsa, hayotni tushunadigan, aqlli, fikrlashi joy-joyida bo'lsa, unda boshqa. Men yoshga qarang. Men har doim aytaman, hayron qolamanda. Bizni xalqimiz voy bolasi bor ekan, yo erga tegib ajragan qanday yigit uylanmasligi mumkin yoki boshqa deb. Masalan, meni xotini o'lgan yo ajrashgan bo'lsa, men rozi bo'laman. Unda ham ko'raman. Nima sababdan ajrashgan? Chunki yaxshi erdan ayollar ajrashish xohlamaydi. Ahmoq emas ayollar, yaxshi erni qo'yib yuboradigan. Bor shunaqa ayollar ham xato qilib qo'yadigan, adashadigan. Endi u kechirib bo'lmaydigan ayblarini yetib kechirmaydi-da, ajrashishi mumkin. Unaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Yigitni endi dunyoqarashiga qarab tegishi mumkin. Yosh bolacha fikrlab tursa, bunga tushuntira olmay tarbiyalayman deb, unga umrim ketmadi. Undan hozirgi hayotim juda go'zal. Alloh senga qilsin shukr. Juda baxtliman. Bitta bola katta qilib oson emas ekanda. Kerak emas, erkaligiga, uning chiqligiga mujik bo'lishi kerak. Men uning yonida erkatoy bo'lishim kerak. Men uning yonida yosh bola bo'lib qolishim kerak. Men o'zim yosh his qilishim kerak. Uni yosh his qildimmi demak bo'lmaydi. Erkak kishini vrelniy his qilish kerak-da, ayol kishi.